Gretsiya faqat tarix emas. Bu yerda demokratiya boshlangan, Olimpiya o'yinlari tug'ilgan va 6000 dan ortiq orol bor. Qanday qilib bitta davlat tarix, dengiz, sog'lom hayotni birlashtira oldi? Bu yer qadimgi agora. Shahar hayoti ham shu yerdan boshlangan. Odamlar savdo qilgan, yangiliklar eshitgan, qaror qabul qilgan. Demokratiya shu maydonda shakllangan. Hattoki Suqrot ham shu yerda maydonda odamlar bilan bahslashgan, savollar bergan, fikrlarni sinagan. Hozirda biz Gretsiyaning Afina shahridamiz va bu yerda muzeylar, bu oddiy shaharcha, ko'p joyi saqlanmagan. Ko'rib turganingizdek, ba'zi joylari saqlanib qo'ygan. Bu muzeyga kirish 20 euro ekan, boshqa muzeylarga kirish asosan 10 euro. Ko'rib turganingizdek, Akropolis shaharning tepa qismida joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hozirda biz Akropolisdamiz. Akropolis Gretsiya, Afina shahri. Bu yerga kirish bileti 30 euro hisoblanadi. Agar siz Yevropa fuqarosi bo'lsangiz, bepul har doimgidek Gretsiyaning hamma shahriga bepul hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, juda ham katta shahar. Bu tog'ning tepasida joylashgan. Ko'rib turganingizdek aholilar. Eng qiziqarlisi, Gretsiyada asosan uylar oq rangda qilingan. Ko'rib turganingizdek, deyarli hamma uylar oq rangda. Chunki asosiy sababi quyoshdan himoya qilish hisoblanadi. Afina shahrini ko'rishingiz mumkin. Shahar uncha rivojlanmagan desa ham bo'ladi. Ko'plab Bangladesh yoki Xitoyliklarni uchratishingiz mumkin. Shahar Yevropaga qo'shilmasidan oldin ancha rivojlangan, lekin Yevropaga qo'shilgandan keyin, Yevro bo'lgandan keyin ancha inqiroz bo'lgan. Hozirgacha shu inqiroz davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, binolar ko'plab animatsiya bo'lyapti. Hatto Akropolis ham bu yerda, stadion bu yerda, yaqinda orada boramiz. Bu Olimpik stadioni, Olimpiya boshlangan joy. Ko'rib turganingizdek, ko'plab joylar remontga ketmoqda Akropolisda ham. Ko'rib turganingizdek, bu Akropolisni pastki tomoni, tepada Akropolis joylashgan.
hozir Akropolisni pastki tomoniga tushdik. Ko'rib turganingizdek tepada Akropolis joylashgan. Bu yerda ham shahar bo'lgan qoldiqlarini ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bu yer ham rekonstruksiya bo'lmoqda. Bu shahar juda ham katta bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, hozir Akropolis muzeyiga tashrif buyurdik. Bu yer kirish bileti 10 euro. Agar siz Yevropa fuqarosi bo'lmasangiz ham sizga diskount berilgan, ya'ni chegirma. Ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham tarixdan qolgan yodgorliklar mavjud. Bu ko'plab yodgorliklar 5-asr, 4-asr misol uchun mana bu 5-asr Sfinks 540-530-5-asr, ya'ni 540-530-yillar. Ko'plab tarixiy obidalar, misol uchun bu tosh 580-570. Ko'rib turganingizdek haykalchalar. Ik heb zo'n beeldje heb ik opgemaakt. Bu tarix. Shuncha yildan beri shu narsalar saqlanib qolgan. Bunga hayron qolishning iloji yo'q. Bu yerda ajoyib narsa. Ko'rib turganingizdek, bu yerda audioni 40-chi. Bu yerda veb-sayt mavjud. Veb-saytda har bir buyumga audio shaklida ingliz tilida yozilgan. Ko'rib turganingizdek, bu Afina Fantosning haykali. Bu oltin va fil shagidan qilingan. Hozirgi paytda u yo'q ketgan. Endi albatta oltin yasalgandan keyin miloddan avval 5-asrda yasalgan ekan. Va hozirgi narsa yo'q ketgan. Muzey 4 qavatdan iborat. Ko'rib turganingizdek, hattoki metrolarda ham yodgorliklarni ko'rishingiz mumkin. Mana metro. Metro haqida metroning narxi 1 euro 20 sent 90 minut uchun. Hozirda biz Olimpik stadioniga tashrif buyurdik. Bu yerda Olimpiya o'yinlari boshlangan. Ko'rib turganingizdek, hozirda bu yer Olimpiya qo'mitasiga tegishli, ya'ni Gretsiyaga tegishli emas. Biletlari kirish bileti 12 euro. Agar siz student bo'lsangiz, Yevropada 6 euro hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin.
Ko'rishingiz mumkin, hozirda biz Pirasus portiga tashrif buyurdik. Bu Gretsiyaning eng katta portlaridan biri hisoblanadi. Gretsiyada o'zi juda ham ko'p portlar mavjud. Bu Pirasus eng katta port va Yevropaning eng asosiy portlaridan biri hisoblanadi.